Assalomu alaykum. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti, Milliy tadqiqot universiteti. Vatanimiz ravnaqi uchun malakali muhandislar, ekologlar va texnologlar yetishtirib chiqarayotgan buyuk bir dargoh talabasi ekanligimdan faxrlanaman. Shu bilan birgalikda buyuk mas'uliyatni his qilaman. Universitetimning har bir auditoriyasida, har bir laboratoriyasida kelajakka ishonch bor. Har bir ustozim yo'lboshchi, har bir darsim esa kelajagim uchun asos. Oliy ta'lim muassasalari ichida hozirgi kunda yetakchisi bu irrigatsiya instituti va bu bilan biz faxrlanamiz. Universitetni bitiruvchi sifatida buni faxr bilan aytib yuramiz. Demak, o'ylaymizki, ushbu universitet o'zining yaqin kunlarda, yaqin yillarda top 100 talikka kirish imkoniyati ham mavjud. Chunki bu O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda lider universitetlardan biriga aylandi hozir. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislar instituti, Milliy tadqiqot universiteti nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida suv xo'jaligi va agroinjenerlik sohasida ilmiy va ta'limiy yetakchi markaz sifatida o'z mavqeini mustahkamlamoqda. Bugungi kunda ilmiy akademik o'quv-tarbiya jarayonlariga 650 dan ortiq professor o'qituvchilar jalb qilingan. Ularning 73% ilmiy salohiyatga ega. 2023-yilda 25 nafar, 2024-yilda esa 52 nafar izlanuvchi dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilib, ilmiy darajaga ega bo'ldi. Universitetning xalqaro maydondagi faoliyati uning nufuzini oshirib, yoshlarga jahon standartlariga mos bilim va tajriba olish imkoniyatini yaratmoqda. Universitetimizga 2022-yilda hurmatli prezidentimizning tashabbusi va maxsus qarorlari bilan Milliy tadqiqot universiteti maqomi berildi. Universitetimizda akademik muhitni yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish hamda ilmiy tadqiqot ishlar samaradorligini oshirishga qaratilgan asosiy vazifalar belgilab berildi. Universitet axborot resurs markazini O'zbekiston Milliy kutubxonasi bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilingan va Germaniyaning Göteborg universiteti, Vengriyaning Abuda universiteti, Litvaning Magnus universiteti, Italiyaning Bologna universitetlarining axborot resursidan talabalarimiz to'g'ridan-to'g'ri foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Professor o'qituvchilarning dars berish madaniyatini oshirish bo'yicha kafedralarda haftaning bir kuni uslubiy kun qilib tashkil etilgan. O'tiladigan o'quv mashg'ulotlari kafedraning uslubiy kengashida muhokama qilinib, sifat va mazmun jihatdan to'ldirilib, keyin auditoriyaga boriladi va shu auditoriya bilan demak o'quv sifati ta'minlanib kelinmoqda. 2024-yilda Germaniyaning EISIN xalqaro akkreditatsiya agentligi tomonidan to'liq xalqaro akkreditatsiyadan o'tdi. Xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan ta'lim dasturlarini bitirgan bitiruvchilarimizning diplomlari Yevropa ittifoqining 28 ta mamlakatida, Markaziy Amerika, bu yoqda Kanada, Avstraliya, Osiyo va Yevrosiyo davlatlarida to'g'ridan-to'g'ri nostrifikatsiyasiz tan olinadi. Shuningdek, universitet Germaniyada joylashgan Butunjahon muhandislik assotsiatsiyasida ham ro'yxatdan o'tkazilgan. Universitet bitiruvchilari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy Yevropa ittifoqlarida muhandis sifatida ishga qabul qilinishi mumkin. Xalqaro mehnat bozorida raqobatlasha oladigan kadrlar tayyorlash, dunyo bo'yicha yuzaga kelayotgan sohaga oid muammolarga ilmiy yechim izlashda faollik ko'rsatayotgan olimlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida
ta'lim maskanining moddiy texnik bazasi boyitilib borilmoqda. Talabalar, ilmiy izlanuvchilar uchun tajriba laboratoriyalari, kerakli barcha uskunalar xalqaro standartlar asosida tashkil etilgan. Bugungi kunda zamonaviy jihozlangan 300 dan ortiq o'quv auditoriyalari, 40 ga yaqin laboratoriyalar, 10 ta katta sig'imli ma'ruza zallari talabalar va izlanuvchilar ixtiyorida. 2024-2025 yillarda yana 8 ta yangi laboratoriya to'plami xarid qilindi. Yaqinda Xitoy Xalq Respublikasining Tsian texnologiya universiteti bilan hamkorlikda suv xo'jaligi va gidrotexnika yo'nalishida innovatsion tadqiqotlarni rivojlantirishga qaratilgan qo'shma laboratoriya tashkil etildi. Bu yerda qurg'oqchil hududlarda suv resurslarini boshqarish bo'yicha ilg'or texnologiyalar sinovdan o'tkaziladi. Mazkur qo'shma laboratoriyaning ochilish tadbirida ikki universitet o'rtasida o'zaro hamkorlik to'g'risida memorandum imzolandi. Endilikda akademik almashinuv, qo'shma ilmiy tadqiqotlar va ikki tomonlama diplom dasturlari yo'lga qo'yiladi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti dunyodagi ko'plab yetakchi universitetlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Ushbu hamkorliklar doirasida ilmiy tadqiqotlar, professor o'qituvchilar va talabalar almashinuvi dasturlari amalga oshirilmoqda. Men dasturiy injiniring fakulteti birinchi bosqich talabasiman. Ozarbayjonlikman. Dastlab universitetga kelganimda mukammal tuzilishdan hayratlandim. O'quv binolari ham, ichki muhiti ham menga juda yoqdi. O'qishni boshlaganimdan keyin hammasi yanada yaxshi bo'ldi. Barcha fanlar juda aniq, ravshan va tushuntirish bilan o'tilgani menga ma'qul keldi. Bu universitet menga kelajakda katta imkoniyatlar berishiga ishonaman. Bu yerga kelganimda menga o'qish uchun juda yaxshi shart-sharoitlar taqdim etildi. O'quv markazlari, zamonaviy laboratoriyalar va keng imkoniyatli auditoriyalar. O'quv zallari kuniga 24 soat ishlaydi. Hozirda gidravlik quvvat mavzusida ilmiy ishimni tayyorlayapman. O'quv jarayonining sifati juda yuqori. Bu yerda yashash juda ham qulay. Yotoqxonada oshxonamiz bor, u yerda ovqat pishirish mumkin. Talabalar uchun dam olish va o'qishni birgalikda tashkil qilish imkoniyati bor. Bu yilning o'zida 2500 ga yaqin xorijiy talabalar o'qish istagini bildirib hujjat topshirdilar. Xorijda xalqaro tashkilotlarda yuqori nufuzli va salohiyatli olimlarni jalb qilish va shuning hisobiga potensial, ya'ni salohiyatlarni kuchaytirish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bugungi kunda universitetda 42 nafar xorijiy va xalqaro darajada yuqori nufuzga ega bo'lgan professor o'qituvchilar o'zimizning mahalliy professor o'qituvchilar bilan birgalikda faoliyat ko'rsatishmoqda. Men Kanadadanman. Universitetda ishlayotganimga 2 yildan oshdi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti aynan tadqiqotlar jihatdan rivojlangan universitet hisoblanadi. Bu esa talabalarga haqiqiy xalqaro darajadagi ta'lim olish imkonini beradi. Tadqiqotga bo'lgan bu intilish o'z navbatida talabalarning ta'lim tajribasini yaxshilaydi. Universitetga yanada kuchli talabalar kelishiga sabab bo'ladi. AREC akademik reytinglar xalqaro konferensiyasi ham aynan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida o'tkazilgan. Unda Times Higher Education, QS, Arvo, Webmetrics kabi dunyoning nufuzli xalqaro reyting tashkilotlari rahbarlari Kanada, Braziliya, Germaniya, Niderlandiya, AQSh, Belgiya, Daniya, Chexiya, Koreya, Afrika, Vengriya, Ruminiya, Polsha, Xitoy, Singapur, Turkiya, Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston va O'zbekiston universitetlarining rektorlari, ekspertlardan iborat 400 nafarga yaqin olimlar ishtirok etgan. Ushbu nufuzli anjuman universitet tomonidan oliy darajada tashkil etilgani barcha ishtirokchilar tomonidan e'tirof etildi. Germaniya akademik almashinuv xizmatining taraqqiyot hamkorligida oliy ta'limning mukammalligi dasturi doirasida 2016-yildan buyon o'tkazilib kelinayotgan suv xavfsizligi va iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bu yil
aynan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida o'tkazildi. Unda dunyoning 40 ga yaqin mamlakatidan olimlar, izlanuvchilar va soha vakillari ishtirokida jahon miqyosida iqlimga bog'liq ekstremal holatlar, yer osti va yer yuzi suvlarining ifloslanish xavfini oldini olish, umuman suv boshqaruviga nisbatan yondashuvimizni qayta ko'rib chiqish yuzasidan ilmiy xulosalar, tajriba natijalari yuzasidan fikr almashdilar. Dunyoning eng nufuzli tadqiqot markazlaridan biri Gollandiyaning Wageningen universiteti professori, ekolog olim, xalqaro Nobel mukofoti sohibi Erik Lehmanns universitetda faxriy professor sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Uning ma'ruzalarida talabalar, izlanuvchilar va olimlar iqlim o'zgarishi fani va bu fan ilmiy nuqtai nazardan boshqa sohalar bilan qanday bog'liqligi haqidagi ilmiy ma'lumotlarga ega bo'lishmoqda. Hello, my name is Erik Lehmanns. Bu universitetda bo'lish, talabalar bilan suhbatlashish va ularga ma'ruza o'qish men uchun sharafdir. Barcha ma'ruzalarimda tinglovchilar juda ko'pligini ko'rib, yana ham xursand bo'laman. Men ularga iqlim o'zgarishi fanini tanishtirdim va bu fan ilmiy nuqtai nazardan boshqa sohalar bilan qanday bog'liqligini tushuntirdim. Ma'ruzalardan so'ng berilgan savollar menga juda yoqdi. Savollar ba'zida shaxsiy, ba'zida juda ilmiy edi, ammo har doim mazmunli bo'ldi. Markaziy Osiyoda irrigatsiya, melioratsiya va qishloq xo'jaligi sohalari bo'yicha ilk mutaxassislarni tayyorlash maqsadida 1934-yilda tashkil etilgan ushbu dargoh prezident qaroriga asosan Milliy tadqiqot universiteti maqomini oldi. Bilim maskanining 90 yillik yubileyiga bag'ishlangan tantanali marosim va globallashuv sharoitida ixtisoslashgan oliy ta'lim va ilm fanning rivoji, muammolar va imkoniyatlar mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiyada davlat organlari, elchixonalar, xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpus vakillari, qo'shni davlatlar hamda mamlakatimizning yetakchi oliy ta'lim muassasalari rektorlari, olimlar va talabalar ishtirok etdi. Quvonarlisi, olib borilgan izlanishlar natijalari nafaqat yurtimizda, balki dunyo miqyosida yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishda muhim yechimlar uchun asos bo'luvchi ma'lumotlarni taqdim etmoqda. 2024-2025 yillarda 174 nomdagi darslik, o'quv uslubiy qo'llanma, monografiyalar nashr etildi. Hozirgi paytda men olib borgan tadqiqotlarim natijasida bizga maxsus uskuna yarata olish imkoniyatiga ega bo'ldik. U har qanaqa suyuqlikdan ichimlik suvini olish imkoniyatini beruvchi intellektual tizimli uskuna hisoblanadi. Va keyinchalik bizning universitetimiz, bizning ustozlarimiz ko'magi natijasida biz o'sha uskunani yaratib, joriy qila olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Uskunamizning qanchalik ustida ko'p ishlar ekanmiz, u haqida juda ham ko'p insonlar bilishni boshladi. Va keyinchalik Amerika Qo'shma Shtatlarining World Trade Center Utah shtati uchun bizga shartnoma keldi. Va biz o'zimizdan uskunamizni Amerika Qo'shma Shtatlarida joriy qila olish imkoniyatiga bo'ldik. Mana shu joriy yilning may oyidan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari Utah shtatida Made in Uzbekistan deb yozilgan suv tozalash uskunasi ishlamoqda va uni biz shu universitetda turib ishlab chiqardik. Tanlov bo'ldi, eng zo'r muhandislik loyihalariga biz ham o'zimizdan uskunamizni taqdim etdik va faxrli birinchi o'rin va prezidentimiz sovg'asi bo'lgan elektromobilni qo'lga kiritish imkoniyatiga ega bo'ldim. Keyinchalik mamlakatimiz rahbari bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldim va o'ylaymanki, bunaqa natijalar yana ham takrorlanib boraveradi. Bobur, qarang, siz nima deysiz? Madina, odamga taskin berishni bilasiz-a? Albatta, bizda esa reklama. Men doim shunday uchishni orzu qilardim. Yo'q, biz dam olamiz deb o'ylagan. Tizzalarim nolimasligi uchun menga Terraflex Ultra yordam beradi. Axir uning tarkibida gingerol bor. U og'riqni yo'qotishga yordam beradi. Bo'g'imlarni tiklash uchun esa xondroprotektorlar va noyob kollagen saqlaydi. Sizning sevimli bo'g'imlaringiz uchun Terraflex Ultra bor. Andalus halol hayot tarafdorlariga. SQB Mobile ilovasini yuklab oling. Zamonaviy bank xizmatlaridan bemalol foydalaning. Translyatsiya rasmiy homiysi Uztelecom. NBU translyatsiyaning rasmiy homiysi.
Yevropaning eng kuchli jamoasi ishtirok etuvchi liga. Paris Saint-Germainga raqobat qiluvchi klublarga oson bo'lmasligi aniq. Ammo yana ham anig'i bu raqobatning shiddatli o'tishi. Lyon, Marsel, Monaco kurashga tayyor. Liga 1ni futbol va sport telekanallarida kuzating. Yangi mavsumni birgalikda ko'ramiz. SQB Mobile ilovasini yuklab oling. Zamonaviy bank xizmatlaridan bemalol foydalaning. NBU translyatsiyaning rasmiy homiysi. Translyatsiya rasmiy homiysi Uztelecom. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga ko'ra, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti huzurida tashkil etilgan fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti tarkibida 6 ta ilmiy laboratoriya faoliyat olib bormoqda. Institutda 11 nafar fan doktori, 12 nafar falsafa doktori va 58 nafar tadqiqotchi ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelmoqda. Ular tomonidan yozilgan 410 dan ortiq maqola nufuzli xorijiy ilmiy jurnallarda chop etildi. Institutimizda plazma qishloq xo'jaligi, organik dehqonchilik, bio'g'itlarni qishloq xo'jaligida foydalanish bo'yicha turli xil loyihalar ustida ishlayapmiz. Olimlarimiz mana Avstriyada, Belgiyada ilmiy daraja olgan. O'zim ham Belgiyaning Antwerpen universitetida ilmiy PhD darajasini olganman. Demak, olimlarimiz hozirda o'zida 50 dan oshiq turli xil davlat institutlari bilan, olimlari bilan hamkorlikda ishlayapti. O'tgan yili respublikamizning 3 ta hududida plazma bilan ishlov berilgan urug'lar bilan tajriba olib bordik. Sirdaryoda 10%, Farg'onada 12%, Toshkent viloyatimizda institutimizda dala tajriba maydonida bug'doyning hosildorligi 24% gacha oshdi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti yetakchi oliy va ilmiy ta'lim muassasasi sifatida minglab talabalar orzusini ro'yobga chiqarayotgan malakali muhandislar, olimlar, rahbarlar kamol topayotgan ilm dargohi, tajriba maktabi, taraqqiyot ko'prigidir. Bu dargohda bilim olish, bugunni tushunish va ertangi kunga ta'sir ko'rsatish demakdir. Birinchi kursdanoq talabalar bilan ishlash jarayonlari tashkil etiladi va iqtidorli talabalarni maxsus IQ testlar va o'zini qiziqishiga qarab turli xil yo'nalishlarga jalb qilamiz. Iqtidorli talabalar bilan ishlash natijasida mana har yili universitetimizdan turli xil davlat stipendiyalari sovrindorlari, turli tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar tomonidan ta'sis etilgan stipendiyalar, loyihalar va tanlovlarda talabalarimiz muvaffaqiyatli o'rinlarni egallab kelishmoqda. 2024-yilning o'zida startap tanlovlari yutib olgan talabalarimiz 1,5 milliardga yaqin mablag' qo'lga kiritishdi. Universitetda bugungi kunda 37 ta kafedra qoshida 40 dan ortiq to'garaklar ish olib boradi. Ularda startap loyihalar ustida ishlovchi talabalar va ustozlardan iborat guruhlar tashkil etilgan. Bu XT2 ya'ni MT35 modeli. Bu Milliy tadqiqot universitetining 3563 ga ega bo'lgan gibrid elektrotraktor loyihasi hisoblanadi. Loyiha 3563 ga ega to'laqonli elektr hamda yoqilg'i dvigateli bilan harakatlanadi. Bir martalik quvvatiga 10.800 so'mlik elektr energiya sarflaydi. Va bu to'la quvvat bilan 8 soatdan 10 soatgacha yuklamaga qarab turib harakatlanish va berilgan topshiriqlarni bajarish imkoniyati mavjud. Loyihamiz hozirda ishlab kelayotgan mini traktor yoki bo'lmasam qishloq xo'jaligi fermerlarimizda foydalanayotgan traktorlar bilan barcha agregatlari, ya'ni yerlarni yumshatish, tekislash, undan tashqari dori sepish vositalari bemalol mini traktorimizga
qo'shishimiz hamda undan foydalanishimiz mumkin. Barcha jihozlari standartlarga mos holatda ishlab chiqilgan. Bir qator smart funksiyalar, ya'ni aqlli vazifalarni mustaqil bajara oladigan, qishloq xo'jaligini takomillashtirishga mo'ljallangan bu zamonaviy ulovni haydovchisiz ham boshqarsa bo'ladi. Agroqanoat jamoasi qishloq xo'jaligiga, ekin maydonlariga urug'larni sepish, yoyish, o'simliklarni monitoring qilish, suv sathini o'lchash, ya'ni raqamli qishloq xo'jaligiga bir katta ta'sir o'tkazishni reja qilgan jamoalardan biri. Ya'ni o'sha dronlar, uchuvchisiz uchish apparatlari orqali qishloq xo'jaligi dalalarini yanada modernizatsiya qilib, ularni raqamlashtirish. Biz hozirgi kunda 3 ta loyihani muvaffaqiyatli yakunlab, parvoz jarayonlarini amalga oshirmoqdamiz. Zamindar, Boyqush va Burgutko'z loyihalari 20 daqiqadan 40 daqiqagacha masofada ishlab uchayotgan bo'lsa, bu loyihalarni endi 1 soat, 1,5 soat o'z vazifasini bajarishga mo'ljallamoqdamiz. Bu qurilmalar yordamida qisqa vaqt ichida katta maydonlarning o'lchami, agrotexnik holatlari yuqori aniqlikda tahlil qilinadi. Loyihalarimiz orqali 7 ta mamlakatda bo'ldim. Katta seminarlarda, hattoki Made in Uzbekistan ko'rgazmalarida Tojikiston, O'zbekiston davlat rahbarlariga ularni namoyish etishga muvaffaq bo'ldim. Turkiyada bo'lib o'tgan Teknofestda biz ishtirok etib, uni finaliga qatnashib keldik. Bu innovatorlarning eng sevimli festivali va ko'rik tanlovi. Endi universitetimiz ushbu Teknofestga tayyorlov kursini keng qamrab, keyingi yilda katta jamoa bo'lib, har bir sohada yo'nalishlarda ishtirok etib, harakat qilamiz. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, QS World University Rankings 2026 xalqaro reyting xulosasiga ko'ra 469-o'rinni, Times Higher Education jahon universitetlari reytingi 2026 da esa 501-o'rinni egalladi. Endilikda dunyoning eng nufuzli 600 ta universitetlardan biri bo'ldi. Bugungi kunda 30 dan ortiq xalqaro loyihalar amalda yuritilmoqda. Yevropa ittifoqining Erasmus+ dasturlari, Gorizont, Yaponiyaning Satrips, Koreyaning oliy ta'lim vazirligining loyihalari doirasida qo'shma ta'lim dasturlari amalga oshirilmoqda. Bu borada universitetimiz uzoq yillardan buyon Niderlandiyaning Wageningen universiteti, Slovakiyaning Nitra shahridagi qishloq xo'jaligi universiteti va Amerikaning Michigan shtati universitetlari bilan qo'shma ta'lim berish dasturi yo'lga qo'yilgan. Ushbu qo'shma ta'lim dasturiga qabul qilingan talabalarimiz, magistrantlarimiz 1 yil bizning universitetimizda, 1 yil xorijiy universitetda o'qib, qo'sh diplom olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirgi kunda 30 dan ortiq magistrantlarimiz mana shunaqangi 2 davlatning diplomini, 2 ta universitetning maxsus diplomini 2 yil muddatda olish sharafiga muyassar bo'lgan. Shuningdek, universitetimizda xorijiy fuqarolarning oliy ta'limdan keyingi bosqich ta'limda ham tadqiqot ishlarini olib borish bo'yicha qiziqish ko'paymoqda va hozirgi kunda Turkiya, Xitoy, Vengriya davlatlaridan doktoranturada o'qiyotgan tadqiqotchilarimiz tadqiqot ishlarini olib bormoqda va biz Germaniyaning Giessen universiteti bilan hamkorlikda ham aynan doktorantura bo'yicha qo'shma ta'lim dasturi loyihasi amalga oshirildi. Hozirgi kunda 10 ga yaqin tadqiqotchilarimiz qo'shma ilmiy darajali diplom olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bosh maqsad ilm bilan qurilayotgan O'zbekiston kelajagining asosiy manbai bo'lgan kreativ fikrlovchi, intellektual salohiyatli hamda vatan taqdiriga befarq bo'lmagan ma'naviyatli avlodni kamolga yetkazish. Universitet yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning ma'naviy olamini boyitish maqsadida muntazam ravishda tadbirlar, tanlovlar va festivallar o'tkaziladi. Kitobxonlik kechalari, 3 avlod uchrashuvlari bo'lajak mutaxassislarni zamon bilan hamnafas fikrlashga undaydi. Mana bizlarda ma'rifat soatlari tashkil qilingan. Barcha fakultetlarda o'ziga xos tarzda tashkil qilingan. Mana shu kelajak soatida ham biz respublikamiz hayotda bo'layotgan o'zgarishlar, evrilishlar va siyosat va islohotlarning mazmun mohiyatini har haftalikda singdiramiz. Yoshlarimiz bugun innovator sifatida yangi kashfiyotlarga, ixtirolarga sabab bo'lib faoliyat olib boryaptiki, bu o'sha berilayotgan ta'limning, tarbiyaning samarasi va natijasi desak o'rinli bo'ladi.
Universitetda 3000 o'ringa mo'ljallangan 5 ta talabalar turar joyi mavjud. Bu yerda yoshlarning o'z oilasidagidek bekamu ko'z yashashlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ko'plab sport turlari bo'yicha, shuningdek, hunarmandchilik va ijtimoiy to'garaklar muntazam ish olib boradi. Talabalar turar joyining universitet bilan yonma-yon joylashgani esa talabalar uchun qulaylik, ularning ota-onalari uchun esa xotirjamlik beradi. Assalomu alaykum. Mana men Turkmanistondan kelganman. Birinchi kurs talabasiman. Iqtisodiyot fakultetida ATT yo'nalishida o'qiyman. Yotoqxonamizda tikuv mashinalari bor ekan, sharoitlar yaxshi. Mana darsdan bo'sh paytlarim kelib, tikuv tikib, kasbimni davom ettiryapman. Moddiy yordam bo'lyapti menga. Bu yerdagi sharoitlardan juda ham xursandmiz. Ham kasbimni, o'z sevgan kasbimni davom ettiryapman va diplomga ega bo'laman. Turkmanistonga katta iqtisodchi bo'lib qaytaman. – 2024-2025 yillarda xalqaro olimpiadalarda qatnashgan talabalarning 14 nafari medallar sohibi bo'ldi. Shuningdek, 15 nafar talaba prezident va nomdor stipendiyalarini qo'lga kiritdi. Sport yo'nalishini oladigan bo'lsak, talabalar orasida 6 nafar O'zbekiston, 5 nafar xalqaro musobaqalar chempionlari bor. Men MMA sport turi bo'yicha shug'ullanaman. Men bu sport turini juda yaxshi ko'raman. Davom ettirishim uchun institutimizda hamma sharoitlar mavjud. 4 yil ichida O'zbekiston chempioni va Osiyo chempioni bo'lishga erishdim. Buning uchun ustozlarimga kattakon rahmat. Kelajakda o'z kasbimni yaxshi egallayman va sportda davom ettiraman. Talabalarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida universitetning sport majmuasi 24/7 rejimida ishlaydi. 12 ta sport turi bo'yicha to'garaklar muntazam ish olib boradi. Shu yildan boshlab 3 ta sport yo'nalishining ochilganligi bu juda ham quvonarli holat. Bu sport yo'nalishida judo, voleybol, futbol yo'nalishlaridan aynan murabbiy o'qituvchilarni tayyorlaydigan yo'nalishning ochilganini aynan biz sportchilarga juda ham bir katta motivatsiyani berdi. Bular bo'yicha malakali murabbiylar dars o'tib bormoqda. Judo bo'yicha 3 ta sport ustasi murabbiylik qilmoqda. Voleybol bo'yicha, futbol bo'yicha 4 ta sport ustasi bo'lgan murabbiylarni jalb qilganmiz. Albatta, murabbiylar kuniga 2 mahallik mashg'ulotlarni olib bormoqda. Я являюсь Men futbol bo'yicha Turkmaniston yoshlar terma jamoasi o'yinchisiman. Hozir Toshkentdagi Zamin futbol klubida o'ynayman. Ushbu universitetda sport yo'nalishida birinchi bosqichda o'qiyman. Bu yerda o'qish imkoniyati juda yaxshi, chunki barcha shart-sharoitlar bor. Stadion, maydon, malakali murabbiylar. Shu sababli o'qish ham, sport bilan shug'ullanish ham juda qulay. Учителя хорошие. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti talabasi uchun o'qish faqat tahsil emas. Bu kelajakni qurish yo'li. Yoshlar bu dargohda faqat diplom emas, balki kelajakni qurishga bo'lgan ishonchni topadi. Universitetda joriy etilgan dual ta'lim tizimiga ko'ra 50 dan ortiq ishlab chiqarish korxona va tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatilgan. Ularda 22 ta kafedra filiallari tashkil etildi. Hozirgi kunda 18 ta potensial ish beruvchi yirik ishlab chiqarish korxonalarining maxsus o'quv xonalari o'zlarining brendlari, laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangan bo'lib, demak talabalarimizga foydalanish uchun topshirilgan. Demak, haftaning bir kunida ishlab chiqarish korxonalarining vakillari, rahbarlari kelib, bitiruvchi talabalar bilan muntazam ravishda uchrashib,
ularga ishlab chiqarish sohasidagi yangiliklar, mavjud muammolarni davra suhbatida muhokama qilishmoqda. Universitetimizda 18 ta tashkilotning 16 tasi ish beruvchining stipendiyasini ta'sis etgan. 100 dan ortiq bitiruvchi kurs talabalarimiz ish beruvchilarning stipendiyasini olmoqda va ular kurs yakunida ishga joylashish to'g'risida talabalarimizga vaucher beradi va shu bilan talabalarimiz o'z sohasi bo'yicha to'g'ridan to'g'ri ishga kirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Universitet bitiruvchilari orasida vatanimiz rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan mutaxassislar, rahbarlar, olimlar, soha fidoyilari ko'pchilikni tashkil qiladi va ular jamiyat uchun foydali muhim jabhalarda, mas'uliyatli lavozimlarda samarali mehnat qilmoqda. Birinchi kursga qabul qilinganimizda Yoshlar ittifoqiga a'zolikka bizni qabul qilingan shu yerda. Ya'ni bu shunaqa liderlik maktabi ediki, oldin bizlarni masalan men o'zimni guruhda yoshlar yetakchisi bo'ldim, keyin kursda o'zimizda o'qigan kursimizda yetakchi bo'ldim, keyin fakultetda 5-kurs paytimda institutda o'quv ma'naviy markazda yetakchilik qilib shu yerda ishladik. Ya'ni universitet o'zi lider yoshlarni saralaydigan tizimi shakllangan edi. Hozir ham shu tizim shakllangan. Bu muhitning natijasi sifatida nimani bilishimiz mumkin? Birinchi navbatda hozirgi kunda mana hurmatli prezidentimiz, bizning universitetimizning bitiruvchisi, o'z paytida bosh vazir bo'ldi. Demak, bir nechta hokimlarimiz, shu paytgacha bo'lgan hozir ham hokimlarimiz, shu irrigatsiya institutini bitiruvchilari, vazirlarimiz bor, irrigatsiya institutini bitirgan, dunyoga tanilgan akademiklarimiz bor, olimlarimiz bor. Albatta bu yerda yillar davomida shakllangan bu muhit, ya'ni e'tibor, bu universitetga berilgan e'tibor, bu barchasi shu universitetda hozirgi kundagi liderlar tayyorlash sohasidagi yetakchi universitetlarning biriga aylanishiga sharoit yaratib bergan. Talabalik davrini eslasak, ahil bo'lganmiz. Sport musobaqalarida ko'p qatnashardik, fan olimpiadalarida, qolaversa har xil tadbirlar bo'lardi. Shularda juda faollik bilan qatnashardik. Kimdir qaysi fanni o'zlashtira olmasa, qiyinchiligi bo'lsa, bir-birimizga juda yaqindan turib yordam berardik. Qariyb 40 yilga yaqin bo'lyapti. Bitirganimizga hali ham o'sha his tuyg'u saqlanib qolgan. Gaplashib, suhbat qilsak, kasbimizni to'g'ri tanlaganimizni va ko'pchiligimiz farzandlarimiz, nevaralarimizni ham shu kasbda ishlashni xohlashimizni bir-birimizga aytamiz. Nima uchun? Chunki bu kasb juda bir savob, bir joyga suvni berasiz, ko'pchilik duo qiladi, ko'pchilik minnatdorchilik bildiradi. Shunda qiynalganingiz yoki o'sha kuni uyga kech borganingiz yoki bormaganingiz, hamma qiyinchiliklar, tashvishlar o'tib ketadiki, bu ishimni bekorga qilmaganman, mana shuncha odam bahramand bo'ldi, rahmat deyapti yoki bir hosillarni olganda yoki hosil bayramiga chaqirganda agar o'shanga sherik bo'lsangiz, yanada quvonch bag'ishlab, ertangi mana shunday faoliyatingizga yana ham demak madad beradi. Bugungi bitiruvchilar ham mana shunday jamiyat va davlat ishongan, suyangan arboblarning izdoshlari. Qolaversa, bu dargohda shakllangan liderlar maktabi tarbiyasini ko'rgan kadr sifatida muhim jabhalarda o'z o'rniga ega bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlar va ta'lim sohasida O'zbekistonning nufuzi faqat mintaqada, balki xalqaro miqyosda tan olinib ko'tarilib bormoqda. Bu yuksalishda universitetimizning hissasi alohida e'tirof etilayotgani bizni faxrga to'ldiradi. Bu cheksiz imkoniyatlardan foydalanib biz suvni hayotga, ilmni haqiqatga, orzularni esa ro'yobga chiqaramiz.